Programımızda peshqadam rahbarimiz Mahinur Qasimning Millatlar nashriyati nashr qilgan Ahmad Apandimni aslayman nomli ikki qismliq aslimizning birinchi qismini anglitishni boshlaymiz. Sen meni qanday odamsan desang, men degan haqiqatning mushtimi? Apandim, bizning harbiy kakarlarimiz kuchidan qoldimi? Biz Gomindangning pagon kakarlarini taqimsaq bo'lmamdi. Sen ve manga o'xshash mang'idigan yo'lni topolmayotganlar endi g'aflat uyqusidan uyg'onishimiz, qadimizni ruslashimiz, insoniy qadr-qimmatimiz, erkinligimiz uchun kurash qilishimiz lozim. Bu vazifalar yoshlarimizning xalqning oldidagi eng muhim burchidir. Men Xinjiang xalqining vakili, asosiy qonun loyihasiga qarata konkret fikr bermoqchiman. Men deb qo'yay, Ahmad Apandim sizlardan 100 hassa ko'p odamning qo'rchab hujum qilishi uchursimi, qilchi qo'rqib qolmaydi. Abdurning tarjima holi. Mahinur Qasim 1929 yili 8 oyning 15 kuni Ili viloyatining Qo'rg'os nahiyasida tug'ilgan. 1 yoshga kirgan chig'ida opisi vafot bo'lib ketgan. Eg'ir g'urbatchilik dastidan o'qishsiz qilib, bali ishchi bo'lgan. 1945 yili 1 oyning 15 kuni Ahmadjon Qosimi bilan turmush qurgan va Ahmad Apandimning yonida kotiblik xizmati bilan shug'ullangan. Gomindang aksiyachilari bilan yuzma-yuz kurash qilish jarayonida hayot-mamotlik sinoqlarini boshdan kechirgan. 1948 yili Xinjiangda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqi ayollar komitetining doimiy hay'at a'zosi bo'lgan. 1949 yili 8 oyning 27 kuni Ahmadjon Qosimi qurbon bo'lgandan keyin u qayg'uni kuchga aylantirib, Ahmadjon Qosimning izidan mengib, yangi Jungoning dunyoga kelishini kutib olgan. U shuningdan keyin umrini qizi bilan o'g'lini tarbiyalab tanho o'tgan. 1951 yili Ili viloyatlik ayollar birlashmasining muavin mudiri, 1952 yili G'ulji shahrining boshlig'i bo'lgan va shu yili Jungo Kommunistik partiyasiga kirgan. 1953 yildan boshlab u Xinjiang o'lkalik hukumat ishxonasining muavin mudiri, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik ayollar birlashmasining mudiri bo'lgan. Ko'p qatam Maozdun qatorliq markaz rahbarlarining qabul qilishiga muyassar bo'lgan. Madaniyat zo'r inqilobi mazgilda zarbiga uchirgan bo'lsa-mu, haqiqatning hamon razillik ustidan g'olib kelganligiga ishongan. Partiya 11-navbatlik markaz komitetining 3-umumiy yig'inidan keyin uzil-kesil oqlanib, avtonom rayonlik ayollar birlashmasining mudirligi vazifasi asliga keltirilgan. Hamda ilgari oxiri bo'lib Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudiri, Mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining a'zosi, Mamlakatlik ayollar birlashmasining muavin raisi qatorliq vazifalarni o'tagan. 2003 yili dam ilishga chiqqan. Beg'ishlama 1949 yili 8 oyda men Jungo Kommunistik partiyasining aloqachisi sifatida Sovet ittifoqidan Xinjiangning G'ulji shahriga yetib kelib, hammadan avval Xinjiang Uchulay inqilobining rahbari Yo'ldosh Ahmadjon bilan uchrashdim. Shu chaqda uning JKP markaziy komitetiga Xinjiang Uchulay inqilobining ahvoli to'g'risidagi ma'lumotni men qurib chiqqan Lechun ratsiyasining elektr to'lqinlari orqali markaziy komitetga yetkazilgan. 8 oyning 19 kuni men Yo'ldosh Ahmadjonga rais Maozdunning uni Beijingga kelib, yangi siyosiy maslahat kengashining yig'iniga qatnashishga taklif qilganligi to'g'risidagi taklifnomasini o'z qo'lim bilan topshirgan. Yo'ldosh Ahmadjon intayin xushal bo'lib, darhol rais Maozdunga javob telegrammasi yo'llab, yangi siyosiy maslahat kengashi yig'iniga qarorlarda berib qatnashirganligini bildirgan. Yo'ldosh Ahmadjonning shu yillardagi tabassum yig'ib turgan chiroyi ko'z oldimdan zodili ketmaydi. Bugun Ahmadjonning rafiqasi Mahinur xonim Ahmad Apandimni aslayman nomli bu kitobni yozib chiqibdi. Bu tabriklashga arziydigan bir ish. Men ayni vaqtdagi tarixning bir shohidi bo'lib suputim bilan to'liq suyundim. Bu kitobning qurbon bo'lganlarni aslash,
xizmatdoshlarga ilhom berish, avlodlarni tarbiyalashga atalgan qimmatli bir sovg'a bo'lib qilishini tilayman. Yo'ldosh Ahmadjon, mangu hayot. Dingli uchun 2006-yili 3-oyning 9-kuni. Nashriyotdan. Vatanning birligi, millatlarning ittifoqligi uchun barlig'ini beg'ishlagan Jungo xalqining demokratik inqilobining bir qismi bo'lgan Uch viloyat inqilobining suyumlik rahbari Ahmadjon Qosimning shonli hayotini qayta yo'ritib, keyingi avlodlarga yetkazishni vijdoniy burchim. Baş tortib bo'lmaydigan mas'uliyatim deb, onalik burchini bajo keltirgan Mahinur Qosim o'zining uzun yillardan beri tarixiy materializmlik ruhi bilan aslab, izlanib, uzluksiz material to'plab va ratlab, 10 yil yurak qinini sarf qilib yezib chiqqan Ahmad Apandimni aslayman nomli bu asari Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partkom partiya tarix komiteti tarafidan tuzitish kirgizilgandan keyin 2011-yili mamlakatlik siyosiy kengash tarix va o'rganish materiallari komiteti tarafidan tekshirib bekitilib, xanzucha tarjima nusxasi nashrdan chiqdi. Nashriyatimiz nashr qilgan mazkur kitob xanzucha nashrdan foydalanib, Uyg'urcha asli original asosida tahrirlandi. Biz bu nusxani 3 yil ichida xanzucha nashrga 4 qatim silishtirib, tekshirib, tahrirladik. Har bir bosqichlik tekshirish, tahrirlash oyoqlashgandan keyin avtorning yana tekshirishiga qaytardik. Tahrirlik jarayonida nashriyatimiz mazkur kitobning avtori Mahinur Qosim xonimning ko'p yordamiga erishdik. Tahrir hayatlarining biri bo'lgan Odiljon Qosimi kitobning tahrirlangan nusxasini qayta ko'rib tuzatdi va tuzitish fikrlarini berdi. Tahrirlik jarayonida yo'liqqan masalalarni ko'p qatim kengashib bir taraf qildik. Bundan burun va bu jarayonda Uch viloyat inqilobining har millatdan bo'lgan shohidlari, tadqiqotchilari, tarixshunoslar, adiblar va rahbarlar bu kitobning texmo mukammal bo'lishi uchun nurg'unlagan samimiy fikrlarni berdi. 2014-yili 5-oydan boshlab kitob originali 5-qatim silishtirish, tekshirish, tahrirlash va bekitish xizmatini yana bir rat ishildik. Bu jarayonda tarixga, obyektiv amaliyotga hurmat qilish prinsipida ching turdik. Kitob mazmunining chetilish doirasi keng, tarixiy shaxslar va voqealar ko'p. Shundaqla bu tarixiy shaxs va voqealar ozodlikdan burunqi va ozodlik harpisirki kurash va inqilobiy harakatlar bilan zich munosabatli bo'lganlik sababli ba'zi tarixiy voqealarni avtorning fikr yo'liga hurmat qilgan asosda iloj bor haqiqiy ham davr ruhiga moslashtirib yo'ritib berish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatdik. Ammo tahrirlik halqalarda har xil yetarsizliklardan xoli bo'lolmay qolgan bo'lishimiz mumkin. O'qirmanlarning bu aslimini shu davrdagi masalalarni ilmiy tahlil qilib, uning hozirgi davr bilan bo'lgan munosabatiga to'g'ri pozitsiya va ongli qarashda bo'lib o'qishini, shuning bilan birga his qilgan kamchiliklar va nuqsonlarni keyingi nashrda tuzitib olishimiz uchun samimiy va tanqidiy fikr berishini umid qilamiz. Millatlar nashriyati Uyg'ur tahrir bo'limi. Avtordan haqiqatni amaliyotdan izlash marksizmning javhiri. Mən bu əsliməmdə öz beşimdən ötküzgən, Ahmadjondan anlagan və eyni vaqtda cəmaətçilikə məlum bolğan işlərni bayan qıb ötdüm. Uxmağan işlərni tilgə almadım. Ahmadjon Qosimi mening ustozim, yo'ldashim edi. 1949-yil 8-oyning 18-kuni Jungo Kommunistik Partiyasi Mərkəzi Komitetining raisi Yo'ldosh Mauzdong Ahmadjon Qosimga xat yezib, uni Beijingda o'tkaziladigan yangi siyosiy maslahat kengashining yig'iniga va davlat qurish murosimiga qatnashishga taklif qildi. Rais Mauzdong xitida: Sizlarning ko'p yildan buyoqqa ko'rishinglar butkul Jungo xalqining demokratik inqilobi harakatining bir qismi. G'arbiy shimoldagi xalq ozodlik urushining g'albilik rivojlanishiga ergishib, Xinjiangning to'liq ozod bo'lishiga ancha uzoq vaqt qolmadi. Sizlarning ko'rishinglar pat orada eng oxirgi g'albiga erishidi degan edi. Bu yuksak baho Ahmadjonni to'limi suyundirgan. Afsuski, u va uning sabdoshlari 1949-yili 8-oyning 27-kuni yangi siyosiy maslahat kengashining yig'iniga qatnashish uchun Beijingga ketayotgan safarda aeroplan hodisasiga uchrab qurbon bo'ldi.
Şu çağda u aran 35 yaşda idi. Mən şu qitimqi aeroplan hadisəsidə iki yaqin kişimdən, yəni yoldaşım Ahmetcan Qasımı bilan bir nəvri inim Osmancan Nasırdan ayrılıb qaldım. Osmancan Ahmetcanның muhabizatçisi bo'lib, əmdila 19 yaşqa kirgan idi. Ahmetcan Qasımı bir inqilabçı idi. U xalq ammasidan qo'zg'alib, Gomindangның aksiyatchil hukmronligini ag'dirib tashlashga chaqirdi va o'zining borlig'ini xalqning ishlariga beg'ishladi. Ahmetcan Qasımı bir siyosiyon edi. Uning zehni o'tkir, nishoni aniq bo'lib, intayin murakkab muhiti turgandimi, hamini aniq ko'zitib, har jihatdagi masalalarni mohirlik bilan keskin bir taraf qilib, vatanning birligi, millatlar ittifoqligi uchun borlig'ini taqdim qildi. Ahmetcan Qasımı harbiy ishlarga mahir edi. U xalqning Gomindang aksiyatchilari bilan jon tikib kurash qilishiga rahbarlik qilib, orqa-orqadan g'alaba mevalarini qo'lga keltirdi. O'z hayotining nima bo'lishi bilan hisoblashmadi. Ahmetcan Qasımı bir mehribon ota edi. U bolalarimizga bakli kuyinatdi. Farzandlarimizning xalqqa yaramliq odam bo'lib chiqishini orzu qiladi. Ahmetcan Qasımı qurban bo'lganda men 20 yoshda edim. U menga 3 yoshli qizimiz va 1 yoshli o'g'limizni qoldirib ketdi. Keyingi kunlarda urug' tiqqanlar, bir muncha yaxshi niyatli kishilar texi yosh ekanligimga, mening yolg'iz qolganligimga ish og'irtib, jafo tortib qilishimdan ansirab, meni qayta yotliq bo'lishga da'vat qildi. Lekin men bir umr tanho o'tishga niyat bog'lab, hammani rad qildim. Ko'nglimda birli e'tiqodni, ya'ni Ahmetcanning umidini yerda qo'ymay, har qancha qiyinchilikqa yo'liqsammi, apandimning izini bo'ylab mengib, menga qoldirib ketgan ikki bolani yaxshi tarbiyalab chiqishni ko'nglimning cho'nqur yeriga pukdim. Sinipiy kurash avjag'an o'sha yillarda men garchi nohaqchiliklarga uchragan bo'lsammi, ammo partiyaning siyosiy hamon bir kuni amaliylashadiganligiga boshdan oxir ishonib keldim. Xuddi Ahmetcan hayot vaqtida haqiqat egilar sunmas deganidek. Men bu yerda tarixni so'zlayotganligim uchun kitobda tilga ilingan nurg'un kishilarga qarata tarixiy materializmlik ruh bo'yicha ularning o'sha vaqtdagi o'zlarining amaliy harakatini bayon qildim. Ularning keyingi siyosiy hayotining qandoq bo'lishi va ular to'g'risida qandoq yakun chiqarilishidan qat'iy nazar ularga hech qanday baho bermadim. Ahmet apandim bek baldur ketib qoldi. Lekin uning ruhi aman biz bilan billa. Men uning ruhining ilhomi bilan partiya va xalqning umidini yerda qo'ymay, partiya va xalq uchun tirishib ishlab, dadil ilgirlab, har bir qadamimda yaxshi iz qoldirishga iroda bog'ladim. Tarixga hurmat qilish, tarixiy materiallarning chilliqiga kapolatlik qilish uchun men Şinjan va ichki o'lkalardagi nurg'un arxivxonlarga berib, aloqador materiallarni ko'chirib chiqdim. Shuning bilan bir vaqtda bu kitobni yozish davomida nurg'un sabdoshlarning qizg'in yordamiga erishdim. Ular bu kitobning texmi mukammal bo'lishi uchun samimiy fikrlarni berdi. Kitobni tahrirlash, tekshirib bekitish jarayonida Mamlakatlik siyosiy kengash tarix va o'g'inish komiteti va millatlar nashriyotidagi yo'ldoshlar ko'p jafo chekdi. Men bu yerda ularga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Turli sabablar tufaylidan kitobda ba'zi kamchilik va yetarsizliklar bo'lishi mumkin. O'qirmanlarning qimmatli fikrlarni berishini umid qilaman. Bugungi kunda Şinjandagi har millat xalq Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligida inoq jamiyat barpo qilish yo'lida ittifoqlashib kurash qilyotidi. Men Ahmetcan Qasımning ruhining taskin topadiganligiga ishonaman. Birinchi, o'q ovozi ichidagi nikoh. 1945-yili 1-oyning 15-kuni. G'ulja. Yer zamin butunlay qarmuzlar bilan qoplangan, qishning sovuq shamili jondan o'tidi. Hamma ansizchilik ichida. Zimiston qishning mushu kunlarida 3 viloyat inqilobining qurolli kuchlari bilan Gomindang qo'shini o'tirisidagi jang toza avjiga chiqib, ikki taraf hayot mamot ichida qattiq elishib o'tadi.
Bu jangda ya Gomindan qo'shuni muhasirni bösüp chiqib, xalqni boshqadan qirg'in qiladi. Ya bo'lmasa, xalq qurolliq kuchlari tarafidan o'zil-kesil yo'qitiladi. Top zambiraklarning gümbürlagan ovozlari puhralarni urush vahimasiga sep qo'yg'achqa, puhralar jinini ep sirtlarga qochmoqda edi. Ailemizmi buningdan mustasno emas edi. Navada bizmi urushdan o'zimizni ep qechib, boshqa yoqqa ketib qoladigan bo'lsak, kimning hayotidan ayrilib, kimning omon qoladiganligini, kimning qayerlarda sargardon bo'lib yuradiganligini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Men qiz bola bo'lg'achqa, cho'nglar hammadan bakrak meningdan ansiraydi. Urush o'ti ichidan meni omon eson saqlab qilish uchun cho'nglar oxiri ishonchlik bir loyiq tepib, meni tezroq yotliq qilib o'tishning ko'yiga tushgan ekan. Mana mushundaq ansiz kunlarning birida Ahmadjonni menga umrlik hamroh qilib, ikkimizni chetib qo'yishdi. Cho'nglar g'oyib o'q tegib ketishdan ansirab, darizlarni qum xaltisi bilan to'sib, kegizni namlab teshidan mixlivatgan edi. Muz tutib ketgan darizdan kun nuri tushmagachga uyning ichi qorong'u, zay ham so'g'uq edi. Vijildab uchayotgan o'qlar, quloqni yarg'udek portlash ovozi bizningmi boshqalarga o'xshashla hayot mamot girdobida turayotganligimizdan derak beradi. Urush vahimasi hamma odamni ansizlik va tashvishga tushirib qo'ygan edi. Opamning ismi Gulim ekan. Men texi 2 yoshga kirmagan vaqtimda opam ta'tir tug'utda o'lib ketibdi. Biz G'ulji shahrining Saybo'yi mahallasida dadam Avakri, akam Rustam, momam Aysham hammamiz bir uyda turatdik. Dadamning singlisi Fatam, yo'ldoshi Nasir Kamlamo musha mahallada o'ltiradi. Nasir Kam bo'lsa Ahmadjonning kichik dadasi edi. Bir kuni kechqurun dadam bilan momamning to'y ishim haqida maxfiy maslahatlashayotganligini anglab qoldim. Ular janni urush xavfidan qandoq saqlab qilish to'g'risida maslahatlashayotgan ekan. Ular urush malmonchiligining hammalarning hayotiga bevosita xavf yetkazayotganligini his qilishgan edi. Dadam bilan momam ba'zida g'amkinlik ichida yosh to'ksa, ba'zida to'van ovozda bir nimalarni kusurlashadi. İkisining qilishayotgan gaplari mesh to'pisidagi ko'ni cho'gunning shingildigan ovoz bilan billa qulqumga anglanadi. Ularning so'zlariga diqqat qilgudek bo'lsam, gaplari qandoqdir men bilan munosabatlikdek turadi. Ichimda ajablanib, ularning meni zodi nima qilishmoqchi bo'layotganligini aniq uqum keldi. Shuning bilan men uxlab qolgan bo'lib, yotgan bilan beshimni purkib oldimda, dadam bilan momamning jinchiroq tuvida o'ltirib, deyishayotgan gaplariga quloq soldim. O'g'lim, qarag'ina. Jahon nim bo'lib ketyotdi. Bola qazo beshimizda agib yuraydi desa, jinimizni qandoqmi saqlarmiz? Dedi momam umidsizlik ichida. Ras apa. Qandoq qilsak bo'ladi ketdan. Lekin xotirjam bo'g'ina. Baqqandek o'g'ling tug'an yerda nimadan qo'rqatding? Yomoni kelsa, ko'plarimizni yig'ishtirib, ballarni elib, boshqa yoqqa ketamiz. Bir nimalarni qilib, jinimizni saqlamiz. Alhamdulillah. Alloh o'z panohida saqla. Deb javob berdi dadam. Balam, bizga hech gap emas. Mono Mahinur texi kichik. Opsning sutigimi tuzugroq qonmagan degina. Rustamga o'g'il bola, bir narsa qila. Fatam Mahinurni eliqin nodamning, ya'ni Ahmadjonning dadasi. Rasidin kelgan o'g'liga yotliq qilib o'tayli deb ketib boradi-ku. G'oyibdan keldigan o'qi bir narsa deyolmaysan-da. Apa, bu nima degining? So'qishda hammamiz har tarafga pitirab ketsak, Mahinur egisiz qolamdigando da'vatamsan nima? Yo'q bolam, nodamga o'zi yaxshi odam bo'ladigan. Biroq baldurla ketib qoldi. Ahmadjon o't bilan suvning orasida yuraydi ekan. O'qning ko'zi yo'q degan gap bor. Texi yeniga esvagan eliq topanchisini qara. Xudoyim saqlab biror ish chiqib qolmasidi. Desang, ikkisini chetib qo'ysak, nodamning ruhi xush bo'la. Biz nima bo'lsak bo'lmamdiq. Momam to'xtamay ko'z yeshi qiladi. Men bu gaplarni o'g'irliqcha anglab yetib, beshimni yotqanning ichiga boshqadan tiqib oldim. Xalqimizda
hamma ishni taqdir peshandan ko'radigan, peshanaga putilganni shu deydigan odat bor. Mening yotliq bo'lishimmi buningdan chetlab ketgani yo'q. Qiz balni tumoq bilan birni qo'ysa, yiqilib tushmisla balog'atga yetgani shu deydigan qarash bizning oiladami o'xshashli mavjud edi. Talada zambirak minomyotlarning gumbirlagan ovozlari to'xtamaydi. Osh kuni 70 yoshdan oshgan momam Aysham ko'mak tishlarini o'mallab, eqivatgan yoshlarni yog'liqining uchi bilan surtib, tashqarqi uyning bir bulonida Xudodan omon esanlik tilab duo qilib o'ltiradi. Xudoning yavash, mo'min bandisi dadam Ava Bakri ichkarki uydagi kangda badashqanni qurgan peti lamjim demay o'ltiradi. Nasirkan bo'lsa, yigitning dadisi o'rnida o'zi boshlab kelgan mahalla katisi Savut Beliyaxon, ya'ni u bizning mahallaning boshlig'i edi. Qo'shnilardan Abduvali Jarullala bilan gudonlashib o'ltiradi. Mehmonlar Ahmadjon ikkimizning nikohini qilg'ili kelgan ekan. Oilamiz namorat bo'lg'achqa, mehmonlarning oldiga qo'yg'udek tuzuk narsimi yo'q edi. Kandagi koni shira ustiga Peter nondan bir nechasili qatlab qo'yilgan edi. Lekin hammalarning ko'ngli tashvish ichida bo'lg'achqa, sus tamlangan ilimon atgan choyga hech kimning tavi bo'lmaydi. Nasirkamga Ahmadjonning turmadan chiqqandan keyingi yurish turishlari sirliq tuyulibdi. Bo'libmi, qurolliq qo'zg'olon partilgandan keyin Ahmadjonning terikini ololmay qapti. Boshqalarning deyishicha, Ahmadjon qo'liga qurol ib jangda yurgidek. Yaqinda Gomindan armiyasi G'ulja shahardan chekinib chiqib ketgandan keyin yer jahon ozroq tinchib, Ahmadjon o'zining tinch amonligidan uydagilarni xabarlantirib qo'yish uchun kelganda, Nasirkam Ahmadjon amdi ketib qolsa, tinch amon qaytib kela olishi natoin deb o'ylabdi-da, jiyanining umrlik ishini tezroq putkizib etib, o'z majburiyatini ado qilib etmoqchi bo'ldi. Shuning bilan ikki tarafdagi cho'nglarning gibi bir yerdan chiqibdi-da, bolalarning rayining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, ishni yana orqaga so'rmay, ikkimizni tezroq chetib qo'yishning maslahatini qilishibdi. Uchisiga ko'ni kalta juvi kiyib, beliga kang kamar bog'lab olgan Ahmadjon bir og'inisi bilan billa ichkarki uyning bo'sog'isida qo'l qovushtirib o'ri turadi. Qolganlarning hammasi demini ichiga yutib, mahallamizning imomi Ishon Qarimning o'qiyotgan oyatlarini tinglab o'ltirishadi. Momam bilan dadamning muddaosi nihoyatda oddiy bo'lib, faqat o'zlarining majburiyatini ado qilib etishla edi. Şoňa ular bugun hammani Xudoga topshirib, ko'ngli amin topgan bo'lsa kerak, lekin yigitning turqidan o'zining nikohini mana mushundaq jiddiy paytga to'g'rilab qilayotganligiga toza ro'yi barmayotganligi chiqib turadi. Ammo kichik dadisi qapqini turib, xuddi yavaşlik bilan gap anglab jim tur da'vatgandek, surlik nazari bilan o'ziga tikilib qarab turg'achqa, uningga cho'nglab bo'ysunmay bo'lmaydiganligi aniq edi. Eli Uyg'urlarning odati bo'yicha to'yi bo'ladigan qiz to'y kuni bir do'stining uyida do'stlar bilan birga to'y ko'chiradiganlarni saqlab o'ltirish kerak. Lekin mening to'yim jon qayg'usi ichida bo'layotgachqa, hech qanday bir do'stim meni uyda o'ltirg'izgani yo'q. To'xtamay anglanib turgan o'q ovozi ichida bo'layotgan bu to'yda qiz o'ltirg'izish u yoqda tursin, jonni saqlashdan ig'iz ichishmi tas edi. Shunga men bir nevre Hadam İzzet bövining uyda o'ltirdim. O'zim kichik bo'lg'achqimi, to'y haqidagi o'shq-to'shq ishlarni o'ylabmi ketanmadim. Biroq mushu chaqda opam yonimda turgan bo'lsa, qancha yaxshi bo'ladi deb asratlanatdim. Opam kichik chig'imda o'lib ketgachga, opam haqida jiq narsalarni bilmasammi, lekin ichimda hayotimdagi mushu alohida daqiqalarda jinim opam hayot bo'lgan bo'lsa, qanchalik xushal bo'lgan bo'ladi. Men o'zimni qanchalik tasalli topar edim ha deganlarni o'ylab, o'zimni tutib ololmay, un selib yig'lab ketdim. Shunda qilib, urush o'ti lovuldab kuyayotgan zimiston qishda Ahmad apandim bilan turmush qurdik. Bizda avlodma-avlod davomlashib kelayotgan yaxshi bir odat bor. U bo'lsa-mu, to'y kunining atisi atiganda qizning opisi yigit bilan qizning nashtiliqiga issiqlik kirgizadi. Bu ota-onaning 2 yosh, inoq, baxtli oila qurib chiqsin,
balalari sağlam cho'ng bo'lsin degan yaxshi tilaklarni bildirdi. Biroq biz kambag'alchilik va urush tahdidi tufaylidan bundaq yaxshi kutilishdan bahramon bo'lolmadik. Shu yili men texi 17 yoshga kirmagan edim. Shuningdan boshlab ilgari bizning uyda ancha-muncha ish chiqib qolsa, yugurib kelib hamdamda bo'ladigan yigit mening topshiriq ishlashimga yordamlashib, darslarimni ko'zdan kechirib turadigan muallimim 4 burjaklik sanduqni dumbisiga ortib olib, ko'chama-ko'cha xalqlarning derazalariga aynak sep yuradigan sirliq aynakchi. Uchisiga qo'pol kalta jo'va kiyib, belini tasma bilan bog'lab yuradigan ishlamchi. Mana hozir biqiniga tapancha esib partizanlar bilan birlikda jang qilib yurgan jangchi Ahmadjon mening yo'ldoshim bo'lib qoldi. Ammo u menga bir necha ig'iz so'z bilan oddiyla tasalli berib, o'zining urush tugagandan keyin qaytib kelib, holimdan obdan xabar oldiganligini aytdi-da, jang maydoniga qaytadan otlanib ketdi. Shuningdan e'tiboran mening taqdirim Ahmad apandim bilan chambarchas bog'lanib, urush o'ti ichidagi turmushimiz boshlandi. Bu jarayonda Ahmadjon mening inqilob musobaqasiga otlanib, qadam-qadam olg'a qarab mengishimga yetakchi bo'ldi. Inqilob to'lqinlari ichida po'latdek tavlanishimga ilhom berdi. Menmu apandimga yordamlashish uchun kuchimning yetishicha tirishib, apandimning menga topshirgan vazifalarni o'rinlashga borlig'imni beg'ishladim. Inqilob yillarining chiniqtirishi davomida Barbara Ahmad apandimning amaliy turmushidagi kotibimi bo'lib qoldim. Ikkinchi, qaynonam Sharvanam. Mening tarixdan ko'p xabarim yo'q, lekin bu yerda mundaq bir tarixni tilga olg'im keladi. Qing sulolasi Guangxu saltanatining 7-yili, ya'ni 1881 yil 2-oyning 24-kuni Qing hukumati Zhengjizi ismli odamni Chorosiyaga avatib, Sankt-Peterburg shahrida Jungo-Rossiya eli shartnomasini imzolagan. Shartnomada Qing hukumati Chorosiyaga 9 million rubli to'lam to'lash shartidan boshqa, Qo'rg'as daryosining g'arbiy, Eli daryosining janubidagi 70 ming kvadrat kilometrlik zaminni Chorosiyaga o'tkazib berish badaliga Jungo-Rossiya chegarasini boshqadan ayirgan. Shuning bilan bo'linib ketgan zamanda yashayotgan xalq, jumladan Ahmadjonning Yarkentda yashayotgan buvisi Mahmudning oilasimi bir kechadala Chorosiyaning puhrasiga aylanib qolgan. Mahmud buvayning laqami Satrash bo'lib, bolalarni xatna qiladigan o'niri bor ekan. U umrda Qodir, Shokir, Nodir, Nasir ismli 4 o'g'il, Sharofat, Saodat ismli 2 qiz farzand ko'rgan ekan. Ahmadjonning dadasi Nodir bolalarning 3-chisi bo'lib, yosh vaqtidan tartibla oti kasbi xatna qilishdan boshqa sozchilik, naqsha aytishga mahir, yog'ochchilik, aynakchilikka o'xshash hunarlarning ustasi bo'lg'achqa, jamoat uni erkiltib Nodam deb atashadigan. Men 1950-yili 11-oyda Sovet ittifoqi Qozog'iston Respublikasining Yarkent shahriga berib, Ahmad apandimning opisi, qaynonam Sharvanam bilan yuz ko'rishdim. Ishning jarayoni mundaq. 1949-yili 8-oyning 27-kuni Amdila 35 yoshning qarisini olgan Ahmad apandim 4 sabdishi va 3 nafar xizmatchi xodimi bilan Beypingda o'tkaziladigan yangi siyosiy maslahat kengashining yig'iniga ketayotganda aeroplan hodisasiga uchrab, baxtga qarshi qurbon bo'ldi. Bu shum xabarni anglab, o'zimni butunlay yo'qotib qo'ydim. Qalbimni cheksiz qayg'u, hasrat, umidsizlik chulg'ib oldi. Bu men uchun hayotimdagi eng echinishli yo'qotish, shundaqla eng qattiq zarba edi. Buning o'rnini har qanday qilibmi to'ldirg'ili bo'lmaydi. Har qanday tasalli berishlar menga kar qilmaydi. Men hammadan ayrilgandek, hayotmo men uchun ma'nisiz bo'lib qolgandek, tingirqash ichiga tushib qoldim. Bu zarbining ta'siridan qattiq og'rib qoldim. Salomatligim ig'ir darajada nacharlashib ketdi. Yetim qolgan bolalarimga qarab, qanday hayot kechirishga ko'zim yetmay qoldi.
Әпәндім, Бейпанға меңіштен бұрын, hamon bir күні Sovet ittifoqiga berib, opasini qaytarib keladiganligini manga aytgan edi. Uning bu arzusi ko'nglimning cho'nqur yerida saqlaqliq edi. Shunga Sovet ittifoqiga berib, uning yolg'iz qolgan opasini yo'qlab, әпәндімнің әні шу arzusini amalga oshirish mening uni aslab turishdiki birdan-bir tanlashim bo'lib qolgan edi. Lekin men mushu kamgacha Yorkentdagi qaynonamni ko'rib boqmagan edim. Qaynonamning hozir qandoq ahvolda ekanligini texmi bilmaydim. Aramizda pochta aloqasi bo'lmag'achqa xat xabarmi elishib boqmagan edik. Mana endi әпәндімmi bu dunyodan ketdi. Qaynonam Sharvonamni yo'qlab, uningga tasalli berish, әпәндім tugab ketgan bo'lsa-mu, uning orzu armonini qaynonamga yetkazib, holidan xabar elishni qilishga tegishli burchum deb o'yladim. Va bularning hammasini әпәндімнің menga qoldirgan vasiyati deb qarab, darhol o'rinlamoqchi bo'ldim. Shuning bilan men qaynonamni yo'qlab, uningga әпәндімнің xabarini yetkazishim, nevralarini ko'rsatishim kerakligini, Şinjangda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqining muvaqqat raisi As'ad Isaqovga aytdim. U kishi buni markazga ma'lum qilgan ekan, markaz qo'shilibdi. 1950-yili 8-oyning 27-kuni Ahmad Apandim qatorliq inqilobiy qurbonlarning yil nazarisi G'uljida berildi. Nazar berishdan burun markazning mening Sovet ittifoqiga berishimga qo'shilganlik xabari yetib keldi. Uningda inqilobiy qurbon rafiqasining davolanishi uchun uzunroq turishga to'g'ri keladi. Shunga har oylik xarajati uchun 4000 rubldan hisoblab 4 oylik xarajat bilan Sovet ittifoqiga avatinglar. Agar yetishmasa, elimizning Olmutada turishlik konsulxonasi bor. Nima ish bo'lsa, shularga esi bo'ladi. Markaz Olmutadagi konsulxonamizga xabar qilib qo'ydi. deb yozilgan ekan. Men nazardan keyin bir oydak safar tayyorliqqa qilib, 10-oyning 5-ida 4 yoshga kirgan qizim Adolat va 2 yoshga kirgan o'g'lim Odiljanni ep, G'uljidan aeroplan bilan Olmutoga qarab uchdim. Buningdan bir necha yil burun Ahmadjon Qosimi o'lkalik birlashma hukumatning muavin raisi bo'lib turgan vaqtda men xizmat munosabati bilan Urumchi, G'ulji o'tirisida ko'p qitim aeroplan bilan qatnagan edim. U vaqtda aeroplanga o'ltirsam hech qanday bearamchilik his qilmaydim. Biroq bu qitimqi safar faqatla o'xshash bo'lmadi. Ojizlab ketganligim uchunmi yoki boshqa sababdanmi G'uljidan Olmutogacha bo'lgan 1 soatdan ortiqroq safar 10 soatlikdek bilinib ketdi. Yo'l bo'yi meni yig'i tutib, ko'nglim elishib, yondirib, hech holim qolmadi. Ahvolimni ko'rgan aeroplan xodimlari bolalarimni o'yintib turdi. Menga qaynoq suv va dori akilib berdi. Shunda qilib, oran tezlikda Olmutoga kelib oldik. Ana shuningdan keyin xeyli uzoq vaqtlargacha men aeroplanga chiqsamla ichim elishadigan, bearam bo'ladigan bo'lib qoldim. Olmutoga kelsak, Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligidan Kamila ismli 30 yoshlardagi bir qozoq qiz aerodromga chiqib bizni kutib turgan ekan. U bizni shaharga akirib, Dom Sovet degan mehmonxonaga o'rinlashtirdi. Shu yerda 3 kun turib qoldik. Men Yarkentga berib qaynonamni yo'qlash talabimni necha qitim desammi, ular avval doktorga ko'rining. Balalarning salomatligini tekshirtishimiz kerak. Ondan keyin borsangizmi kechikmaysiz deb turvaldi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi meni alohida darajada kutib oldi. Bundaq ahvolda men ularning o'rinlashtirishiga bo'ysunmasam bo'lmaydi. Uning ustiga men bo'lsam chet ellik. Ko'nglimda balduroq Yarkentga yetsam bo'ladi deb oldirsammi, kundalik o'rinlashtirishlar intayin zich bo'lg'achqa, ularga bir narsa deyishmi qiyin keldi. Hatto telefon bilan so'zlashish fursatiga ega bo'lolmadim. Shunda qilib, Olmutoda bir oy turib qoldim. 11-oyning 7-kuni Sovet ittifoqining Oktyabr inqilobiy bayrami kuni. Oradan 2 kun o'tgandan keyin
bir kuni әдігәлігі kapitan pagoni taqagan 30 yoshlardagi bir Rus ofitser Imaka markaliq pikapni haydab, biz tushgan mehmonxonaning oldida to'xtadi. U bizni Yarkentga opirib qo'ymoqchikan. Әтеген saat 8larda Yarkentga qarab yo'lga chiqdik. Yo'l nachar bo'lg'achqa Olmuta bilan Yarkent oraliqidagi 400 kilometrcha yo'lni 10 necha soat mengishga to'g'ri keldi. Kech kirib, ko'z bog'langanda ming bir jafoda Yarkent shahriga yetib keldik. Kapitan pikapni shaharlik hukumatning oldida to'xtatib, u yerda bizni kutib turgan bir xonim bilan ko'rishib, bir narsalarni deyishdi-da, qo'l so'mkasidan necha varaq qog'ozni chiqarib ko'rsatib, harbiycha chas berib yenib keldi. Biz yana birer soatdak yo'l mengib, Qo'rg'as chegara eg'iziga yaqin joydagi qaynanam turayotgan jangal yesiga yetib keldik. Bu yer G'ulji yezilaridan ancha farqlanmaydigan Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan yez ekan. Men aslida Sovet desa og'zimga liq keladigan, kommunizmchi gullab yashnagan, katta taraqqiy qilgan manzarni ko'raman deb o'ylagan edim. Biroq bu yeza odatdagideklar bilindi. Hatto G'uljining sahralaridan ko'p farqlanmaydigandek tuyuldi. Yo'llarga qaramaymi yotqizilmabdi. Faqat turalg'u o'yla cho'ng yo'lni bo'ylab bir-biridan xeyli yiroqqa ratlik selinibdi. Yo'lning ikki cheti buk baraqsan dal-daraxt bilan qaplangan ekan. Biz yo'l bo'yi herib echib, kech soat o'llarda yeziga yetib keldik. Bu yerda texi to'kmi yo'q ekan. Heliqi kapitan pikapni to'xtatib, kolxoz brigadirining uyini izlab ketdi. Bir hazadan keyin javuldab turdigan gapdan bir ayol paydo bo'lib, bizni yo'lning qarshi tarafidagi g'o'ru bekitilgan bir ho'ylining oldiga boshlab berdi. Ho'yliga kirdik. Uydagilar yetib qolgandek qiladi. Sharvona hada, ishikni iching. Kelin